hayajonli va ilhomlantiruvchi qismlaridan biri albatta o'z sohasida katta yutuqlarga erishgan kuchli iroda, aql, zakovat va mehnatsevarlik timsoli. Sahnaga 6 farzandning onasi, muvaffaqiyatli tadbirkor, business woman va shu bilan birga O'zbekistonning eng boy quruvchi ayoli Kulmatova Farida Zakirovna. Maryam onamizni o'qiganman. Maryam onamiz tug'ilgan vaqtlari yetim bo'ladi. Xuddi shunaqa payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ham tug'ilgan vaqtlari yetim bo'lib tug'iladi. Kitobda nimaga bunaqa yetim bolalar bo'ladi desa, chunki buyuklarni Alloh yaratadi. Buyuklarni Alloh bandasiga ravo ko'rmaydi. Bu juda men uchun ta'sirli mavzu bo'lgan, kechirasizlar. Agar o'sha yetimni boshini silagan insonga jannatda uy va'da qilingan, lekin biz shu narsani qabul qila olmaymiz. Unaqa odamlarni ko'p turtkilashadi. Lekin ular bilishmaydiki, o'sha yetim ham bilmaydiki, chunki seni bandaga ravo ko'rmadi Alloh. O'zida qoldirishni istagani uchun yetim qilgan. Agar shuni yetim bolalar farzand yetim qolgan onalar shu narsani his qilsa, seni farzanding yetim emas, ular dunyoga jar solmaslik kerak, men yetim deb. Men buyuk inson bo'laman degan tushuncha bo'lish kerak. Gohida mana shu nimaga degan savol kelganda inson o'zini yo'qotadi-da, jamiyatda nimagadir erisha olmaydi. Masalan, otasiz farzand bo'lsa, uni boshini silagan insonga oxiratda juda katta savob bor, lekin u bilar bilmas yomonliklar qilib qo'yaveradi. Chunki uni juda katta bo'ladi-da savobi. Mana shu narsani agar biz aniq tushunib olsak, o'sha farzand shu narsani tushunib olsa, ona shu narsani tushunsa, jamiyat shu narsani tushunsa, bular buyuk insonlar bo'ladi. Qizim, masalan, meni farzandlarim. Rahmatjonim, pastga qo'ying.